Assalomu alaykum bozor trend obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Nobahor MFga kelganmiz. Batta semental g'urra boshlari ko'ryapsizlar. Mana xonajillar rosa g'oyasiga to'lgan. Qochadigan bitta ikkitasi o'sha qochib qolibdi. U bitta ikkita shoxlari ham bor, uni kuydirilmagan ekan. Ularni hozir sotiladi, xudo xolasa. Ular Alijon qanaqa qilib boqyapsiz bularni? Yem bermabdi. Ha? Shu dalada boqiladi. Dalada. Jaydari qilib boqib qo'yibdi, xudo xolasa. Bo'zaligida olgansiz. Ha, bo'zaligida olganmiz. 6 oyligida olib kelgan ekan bularni. 10 ta jupiga. Zo'r. Xudo xolasa bitta ikkitasi ichidan qochgani ham bor-a bular. Urug'qa tayyor. Urug'qa tayyor. Qo'ysa qo'ydiradi, bo'lmasa katta atrofda qo'ydiradi. Ha. Shu Bu nimaga sotyapsiz endi? Qancha puzarli bo'ldi. Puzari. Pajar holatda sotiladi. Qarang, chiroyligini qarang. Xonajillarni men endi ko'rishim. Veslari qancha endi bularni? Veslari 200 kilodan oshiq bo'lsa kerak, 250 kilo atrofida. Tortmagan. Tortilmagan endi. Shu bo'sh yuradi aka. Bular shox kuydirilgan-da bo'zayligida. Kuydiriladi. Ashlar kuydirilgan nomerlari turibdi. Hammasini qulog'ida bor-a? Ha, hammasini qulog'ida bor aka. U enalari ham mana shunaqa bo'lganmi? Ha, fermadan olib chiqqanmiz aka. Fermadan olib chiqqan. Ha, katta edi enalar ular. Ha. Sutga to'ygan paytda olib chiqqan, sutdan chiqarib. Zo'r. Endi bular narxini nesib qo'yamiz, bu kelishtirib qo'yincha biz obunachilarga bitta joyiga hammasini olaman desa. 240 million berishaversan aka? Ya unaqa men. Qo'lingiz tushaylik, baraka qilaylik, arzonroq qo'yaylik. Olishib maza qilib boqishsa bitta joyiga hammasini 10 ta. 10 ta albatta. 10 ta. Shoqi borlari yo shoqi bor ekan debdi, tushib bering. Ashunga 5 million o'tib beraman aka. 235 million bersin, 25 million, 35 million aka bo'ladimi? 235 millionga. Kelib olib ketishadi. Ha, shetdan kelib. Bo'ylari necha endi bular? 120 plus minus aka. 130 liklar ham chiqsa kerak, 10 lar chiqadi aka. Endi aka shular yoshiga kelgan aka. Mo'lar kelmaganlari bor ichida aka. Ha. Shu aka. Tanlab olamansa 25 millionda aka. Tanlab olish 25 million. 25 million aka. 24 million qilaylik tanlab olishga bordir aka. 1 million tushib berasiz. 25 milliondan aka tanlab olishaversin aka. Ha. Dastavka qilib berasizmi? Yo'q, dastavka o'zi qilib oladi. Men sharoit tushirib bersa jo'nataverasiz. Kelishilgan holda. Kelishilgan aka. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beradi, kelishilgan holda. Pul tashab berasiz, bo'ldi. Ekranda nomerlar qoldirib qo'yamiz, aloqa chiqsa, ya'ni xayriga o'tib beriladi chipcha. Xudo xolasa. 1-2 ming o'tib berilsa. Biz reklama pulini olmay qo'yamiz. Xudo xolasa. Farg'onalarda Toshloq tumani Navbahor MFda turibmiz. Undan tashqari mana o'zimiz jaydari mollar ham bor. Bular ham sotiladi, deyapti. Bular narxi necha pul endi? Mana uni bolasi bormi yo o'zimi? Bu bo'g'oz aka, tug'adi, 1 haftalik bo'lsa kerak edi. 1 haftalik bo'g'oz. Bu narxi necha pul buni? 25 million beraman. 25 million? Yacha zo'roq aytilaversin endi. Ya bu tug'adi-da, u tug'sa o'zi 1 haftada tug'adigan molmi? Ha, aka, u ana yelim yurmayapsizmi aka? Kommentariyada o'zi olaygan oldinglar, ash mol bu bo'g'ozmi yo'qmi? 25 million deyapti, 24 million qo'yamiz ashun. 24 million. Yo'q, o'zingiz arzon aytdim, rostdan oshna. 24 ga qo'ying. 25 indamay olishaversin aka, bola tug'ib bersa o'zi 30 bo'ladi-da aka. Aloqaga chiqsa xayriga jichi o'tib Xo'p, bu berasiz. nechinchi qonunda? Birinchisi. Birinchimi? Birinchi qoringa. Bunisi-chi? Bu xonajina bu? Ha, bu xonajin. Bu necha pul deymiz buni? Ha, telefonlashaveramiz, kelishaveramiz. Kelishilaveradi, bunisini kelishilaveradi. Ha, dalada Bu-chi? boqilyapti. Bu sigiri? Ha, buni ham kelishamiz, telefon Bu qilib. bolasini ko'ring, buni bolasini, men qarang. Bolasiga o'zi biz o'zimiz ishqiboz bo'lib turibmiz o'z bolasiga. Bolasi urug' nimaniki u? Qaysi? Semental urug' qo'ygan. Semental. Ha. Bu necha pul deymiz uni? Uni ham telefonlash kelishaveramiz aka. Kelishilaveradi, arzon qilib beriladi. Uyatilyapti, narx aytilgan. Choyli bo'ldi bolasi. 1 oylik bo'ldi, 1 oydan avvalida aka. O't yeb qoldi-yu. 1 oylik bolasi. Bunisi-chi? Sog'ilgan yo'q bular? Yo'q, sog'ilgan yo'q. Mo sog'ilyapti ama, ko'p beryapti-da sutni. Qancha beryapti? 7-8 litr beryapti aka. 7-8. Birinchisiga bu ham. Bolasini. Bu ham Novosmi bolasi ham? Xonasini yana? Ashundan 10 kunlik farqi bor-da, mana shu. 1 oylik 20 kunlik bo'libdi-da. Ha, 20 kundan o'tcha keldi. O'tdimi? Bunisi-chi bu Novoschi. Bu ham onun bolasi, ha, Shvedni. Ha, Shved akasi. Ha, olasi. Yoki limuzin bo'lib qoldi. Mana, mana shu qayda bor edi, yaxshi ko'rinadi. Buni necha pul qilib berasiz endi buni? Novosda 10 ovoraman dalaga olib deganlarga. Ularga
birchini ham yem bermayapsiz shekilli. Yem bo'lsa beriladimi aka? Ha. Yem yo'q-da. Ashna ovoz nech pul deysiz shuni? Beraversin. Nech pul endi? Kelishamiz. 20 million bersan aka. 20 million. Telefon qilaverasizlar, xayriga o'tib beradi. Pul zari o'tib hajar holatda chiqistasizlar ham beraveradi nasiyagami? Nasiya Naqmi? yo'q. Nasiya hozir ko'ryapsiz oshna. Ha, bro ishonch yo'q. Ha. Zo'r, ekranda nomerlar qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Hammaga nasib qilsin. Men unga man ishqiboz bo'lib qoldim o'ziga. Nech pulga arziydi shu? Bitta o'zini sotmaysiz-a? Yo'q, o'zim. Enasi bilan. O'zim sotiladi aka. Bu suti qanchaligini bilmaysiz enasini. Yo'q, sutini emayapti-da. Yemayapti. Sog'ilgan yo'q. Ana bolasi ham kelganda yemardi. Yemayapti. Zo'r. O't yeb qoldimi bu? Donaga 24 dan tanlab olaveradimi? 25 ta tanlab olsin. 24 dan o'pshi shu beraman aka. O'pshiga bo'lsa. 23 dan o'ptim ketaveradi. Yo 23,5 dan. 23,5 dan o'ptim ketaveradi 10 tasi. 25 dan tanlab olinaverar ekan. Ekranda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Kommentariyaga izohlanib qoldinglar, hammaga nasib qilsin, xudo xolasa. Katta pul bu yerda.